Davlatimiz rahbari topshirig'iga asosan bu yilgi Ramazon oyi Ramazon mehr muruvvat, ahillik va shukronalik oyi shiori ostida o'tkaziladi. Shu yo'nalishda prezident raisligida bo'lib o'tgan yig'ilishda berilgan topshiriqlarga asosan hududlarda, dehqon bozorlarida har yilga an'anaga ko'ra xalqimizga qulaylik yaratish maqsadida arzonlashtirilgan savdo yarmarkalari tashkil etiladi. Ularda 30 xilga yaqin oziq-ovqat mahsulotlari bo'lishi ta'minlanadi. Viloyatimizning Marg'ilon shahar dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati hududida ana shunday savdo yarmarkasi o'z ishini boshladi. Berilgan statistika shuni ko'rsatdiki, dehqon bozorida aholi ehtiyoji uchun 100 tonna sabzi, 100 tonna piyoz, 70 tonna kartoshka va boshqa sabzavot mahsulotlari zaxiraga olingan. Bu esa iste'molchilarni qish mavsumida ham bir maromda oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash uchun imkoniyat yaratdi. Ayni paytda qutlug' Ramazon oyi munosabati bilan ana shu mahsulotlarning arzonlashtirilgan yarmarkasi tashkil etilib, uning doimiy ish jarayoni Marg'ilon shahar faollari, nuroniylar tomonidan nazoratga olingan. Ro'za Ramazon oyi bizning qadriyatlarimiz, bizning urf-odatlarimiz, mehr-oqibat oyi hisoblanadi. Mana prezidentimizni qarang, mana shu bizning qadriyatlarimizga, bizning mehr-oqibatimizga mana shu oyga bo'lgan e'tiborlari cheksiz. Mana xalqimizni o'ylab, xalqimizning kundalik sharoitini o'ylab, mana bugun bozorlardagi narxlarni ya'ni joyiga keltirish, arzon narxda sotish, xalqimizni xursand qilish masalalari qo'yilgan. Albatta bizning xalqimiz ham o'zi muruvvatli xalq, oqibatli xalq, bir-birini xabar oladigan, o'zi bu oy juda bir saodatli oyki, hamma bir-biriga muruvvat qilib, chiroyli bir-biriga oqibat qiladigan oyda. Mana shu iftorliklarni ham aytib o'tdilar, iftorliklarda oila a'zolari bilan birgalikda, saharlikni ham oila a'zolari bilan birgalikda chiroyli qilib o'tkazish, ularda dasturxonlari mo'l-ko'l bo'lishini ta'minlash masalasida jamoatchilik kengashlariga juda katta topshiriq berdilar. Biz xalqimizga xizmat qilishdan charchamaymiz. Yurtimizga kirib kelayotgan mohir Ramazon oylari butun xalqimizga muborak bo'lsin, xalqimiz tinch bo'lsin, osoyishta bo'lsin, farovonligi yanada rivojlansin, yurtimizga ko'z tegmasin. Har doimdek Marg'ilon shahar dehqon bozori xaridorlar bilan gavjum. Arzonlashtirilgan savdo yarmarkasida savdo jarayonlari davom etmoqda. Ramazon kunlarida aholiga yetkazib berish uchun 40 tonna kartoshka, 60 tonna sabzi, 60 tonna piyoz va boshqa iste'mol uchun zarur bo'lgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari zaxirasi bo'lishi ta'minlandi. Bu Ramazon oyi qut baraka oyi, insof diyonat oyi, mehr muruvvat oyi, hamdardlik oyi, bir-birlarimizga mehr oqibat ko'rsatib, bir-birlarimizga yaxshi kayfiyatlar ulashib, bir-birlarimiz og'irimizni yengil qilib, yetimlarni, qiynalganlar holidan xabar olib, chiroyli bir ishlarni qiladigan, savob orttiradigan ajoyib oy yetib kelyapti. Ilohim yurtimiz tinch bo'lsin. Prezidentimizning qilayotgan sa'y-harakatlariga Allohning nuri yog'ilsin. Shu yurtni farzandi bo'lganligimizdan hammamiz faxrlanib yashaylik. Mana bozorimizda, chiroyli bozorimizda hamma yo'q to'kin sochin, yarmarkalar tashkillandi. Bu yarmarkada hamma mahsulotlarimiz bor, arzonlashtirilgan. Biz xursandmiz. Yurtimizda doimo tinchlik, omonlik bo'lsin. Ramazon oyi xalqimiz qalbiga yanada yaqin va mo'tabar ayyomga aylanmoqda. Ijtimoiy va ma'naviy hayotimizdagi o'rni va ahamiyati tobora ortib borayotgan Ramazon oyini munosib kutib olish va yuqori saviyada o'tkazish, diniy, ma'rifiy, madaniy qadriyatlarimizni asrab avaylash hamda ulug'lash maqsad qilib olingan. Muborak Ramazon oyi xalqimiz o'rtasida mehr-muhabbat tuyg'ularini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.